Brat, Meksikadan hozir o'tish masalasi qanday bo'lyapti? Yaqinlarim shu va shunga o'xshagan savollaringizga umumiy javob berib o'tib ketmoqchiman. Video ozgina cho'ziladi, chunki o'zimni sog'lom fikrimni to'liq yetkazishim kerak. Yaqinlarim kimdir sizlarga kelib, qaysidir insonni mana bu insonni o'tkazdim, 20 ming dollar bilan qanaqadir yo'llar bilan teshigi bor desa, qisqa qilib aytganda ishonmanglar. Chunki akalar bittalaringizga aka, bittalaringizga uka sifatida aytaman. Amerikada Trampning siyosatida ham ishlab ham yashayotgan inson sifatida. Akalar Meksikadan o'tish masalasini prosta esdan chiqarish kerak. Mobodo kelib qolgan taqdiringizda ham akalar ishlashga ruxsat bermaydi. Agar teshikdan o'tkazgan taqdirda ham. Chunki hozirgi paytda akalar Social Security Work Authorization degan narsani Amerikada bermayapti nelegal kelgan insonlarga. Amerikaga endi sizlarni bilmadim, men pul ishlash uchun kelganman-da, normal soqqa qilish uchun, bizneslarimni ochishim kerak. Endi planlar ko'p. Bu uchun akalar eng zo'r yo'llardan bittasi trak. Normal soqqa qilish uchun trakka chiqish kerak. Trakka chiqish uchun akalar hozirgi vaqtda green card qanaqadir viza turlari yoki fuqarolik so'rayapti. Bu narsa bo'lmasa akalar trakka chiqa olmaysiz. Trakka chiqa olmagandan keyin akalar kimdirlarning qo'liga borib chumolaringiz chiqib yuradi-da, realni. Kuniga 50 dollar, 70 dollar beradi-yu, bu pul O'zbekistonda 1 million bo'ladi deydi-yu, akalar prosta chumolaringizni chiqarib ishlatib yuradi. O'zining kissasini, foydasini o'ylab o'sha hoji akalar. Qisqa qilib aytganda, akalar Meksikadan o'tish yo'lini prosta eslaringizdan chiqaringlar, realni akalar. Endi bu videoyimdan keyin kimdir, ha bu o'zi Amerikaga borib bo'lgan, boshqalar kelishni xohlamaydi deyishlari ham mumkin. Endi men sizlarga o'zimni yaqin olib aytyapman. Akalar, realni men o'zi bu mavzuda umuman video ham chiqarmaganman. Nashot Meksika, nashot qonuniy yo'llar. O'zi bilasizlar, akalar, meni kontent yo'nalishim boshqa. Prosta juda ham oxirgi payt ko'p so'rab yotibdilar, kommentariyada, SMSlar yozib yotibdilar. Shuning uchun akalar birdan javob berib o'tib ketay dedim. Qisqa qilib aytganda, akalar maksimal inshaalloh green card ochilsin, green card bilan kelish yoki viza bilan kelish yo'llarini ko'ringlar. Noqonuniy qanaqadir teshiklar bilan kelsangizlar, birinchidan pulga kuyasizlar. Ikkinchidan akalar, o'sha Meksikadan agar mobodo bordida ushlab qolsa, akalar yillar mobaynida haligacha yotgan tanishlarimiz bor, prosta qo'yib yubormagan. Shuning uchun akalar nima deydi? 7 o'lchab, o'shanda ham kesmay qo'yaveringlar. Hozirgi vaqtda akalar Trampning siyosati maksimalni legalni insonlarni ishlashiga qaratilgan. Realnida akalar.